Assalomu alaykum, hurmatli xalqimiz va opamizning ahvollari juda og'ir. Yurishga ham, yotishga ham o'zlarisiz birovsiz yurolmaydilar. Sizlardan yordam so'rab murojaat qilyapmiz. Jarrohli operatsiyalar uchun ko'mak so'rab murojaat qilyaptilar. Ahvollari juda og'ir. Kimda qancha imkoniyatlari bo'lsa, yordam berishlaringizni so'raymiz. Yordam beringlar, iltimos, xalqim. Qiynalib Eslari ortgan hisoblariga joylarda yotolmaydilar. Yuraklariga nagruzka bergan hisobiga yuragi qisib, nafas qaytib qoladi. Ko'maksiz, boshqasiz hojatlarini ham o'zi qila olmaydilar. Bir joyda bo'lib qolgan. Kimda qancha imkoniyati bo'lsa, opamizga yordam beringlar, iltimos. Allohdan qaytsin. Siz va biz tufayli opamiz sog'liklari tiklansa, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Duoda bo'ladilar. Mendan qaytmasa hammalariga Allohdan qaytsin. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Erim bo'lganda, farzandim bo'lganda bunday qilib sizlarga iltijo qilib chiqmasdim. Karta raqamlarini qo'yamiz. Kelinlarning karta raqamlari. Kimda qancha imkoniyati bo'lsa, yordam berishlaringizni so'raymiz. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan.